Kuni kecha To'rtko'l tumanida mahalla xodimlari kuni munosabati bilan tuman hokimligida tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir mahalla tizimida samarali faoliyat yuritayotgan xodimlarni rag'batlantirish, ularning mehnatini qadrlash va o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratildi. Kechada To'rtko'l tuman hokimi Rustam Shomurodov mahalla yettiligini ushbu kun bilan tabriklab, mahalla tizimida faoliyat yuritayotganlarning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, To'rtko'l tuman hokimi mahalla tizimi rahbarlariga jamoatchilikni rivojlantirish, mahalla obodligini oshirish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda ko'rsatgan yutuqlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Tadbir davomida bugungi kunda samarali faoliyat yuritayotgan va mahallalarni obod qilish, rivojlantirish, tinchligini ta'minlash borasida o'z hissalarini qo'shgan bir guruh mahalla yettiligi rag'batlantirildi. Ular mahallada amalga oshirilayotgan ijtimoiy dasturlarni muvaffaqiyatli tashkil etish, aholi muammolarini hal qilishda erishgan yutuqlari uchun qimmatbaho sovg'alar va tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar. O'tkazilgan ushbu tadbir To'rtko'l tumanidagi mahalla tizimining kuchli va samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mahalla tizimida ishlayotgan xodimlar o'zlarining fidokorona va samarali mehnatlari bilan jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni, farovonlikni ta'minlashga o'z hissalarini qo'shishda davom etadilar.